2026-yilda Schengen viza olish uchun qaysi davlatga topshirgan yaxshi? Xarajatlarni oxirida ko'rsatib ketaman. Ispaniya davlatidan boshlasak, yilning oxirida atkazlar juda ko'paydi, lekin hozir viza berishi sekin yaxshilanmoqda. Sroklariga kelsak, hujjat topshirishga ertaga ham yozilib 45 kun ichida vizani qo'lga kirita olasiz. Oldin Schengenga borlar uchun 3-6 oylik multiviza olish imkoni ham yuqori. Keyingi davlatimiz Vengriya. Srochni uchib ketaman desangiz, eng zo'r tanlov viza ko'rib chiqishi 1-2 hafta atrofida. Endi minuslariga kelsak, telefonda juda qattiq suhbat bo'ladi. Oldindan tayyorlanishni maslahat beraman va viza tasdiqlansa ko'pincha aviabilet va mehmonxona bronlarini sotib olishni talab qilishi mumkin. Germaniya. Birinchi Schengen viza uchun yaxshi tanlov, lekin hujjatlar talabi juda qattiq. Bir haftalardan keyin yozilasiz, ko'rib chiqishi 60-70 kun. Va hozirda eng zo'r viza berayotgan davlat bu Fransiya. Hozirda joylarni 1 oydan keyinga beradi. Ko'rib chiqish vaqti 2 hafta atrofida. Schengenga borlarga uzoq muddatli multiviza olish hozirda ancha oson. O'zimga masalan yaqinda 1 yillik multivizani aynan Fransiyadan oldim. Agar vizaga topshirishni nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga Schengen so'zini qoldiring. O'zim sizga aloqaga chiqib viza olishda yordam beraman. Shu davlatlarga vizaga topshirish xarajatlari esa ekraningizda.